Assalomu alaykum do'stlar, yaxshimisizlar? Sizlar bilan har doimgidek boslug'izga do'stlar. Bugungi video roligimiz Instagramga 7000 so'm evaziga galочка olish haqida bo'ladi. Juda ko'pchilik obunachilarimiz buni kutdi va xudo xolisa bugun videomiz tayyor bo'ladi do'stlar. Video boshlashdan videomizga maksimalni like bosing. Kanal yangi bo'lsangiz, shunga o'xshash videolar ko'payish uchun obunani bosib qo'yishni unutmanglar. Chunki qancha ko'p obuna kelsa, biz bundan ko'p video chiqarishda davom etamiz. Demak, tayyor bo'lsangiz do'stlar, biz videomizni unda boshladik. Hop, Instagramga kirib olamiz. Instagramda ko'pchilik so'raydi, galочка olsam, menda 30 ta obunam bor, 20 ta obunam bor, 1000 tadan oshib bo'lish kerakmi? Juda ko'pchilik savollarim yo'llayapti. Galочка olishda bitta obunangiz bo'ladi, 0 ta obunangiz bilan farqi yo'q. Galочка ham olaverasizlar. Bu yerda hech qanaqasiga obunangizga aloqasi yo'q. Bular prosta akkauntingizga tasdiq nishoni olsa bo'ldi. Xo'p, bu yerda sizlar endi 3 ta menyuchani bosasizlar. Va account center bo'limi bor, har doimgidek. Instagram yangilangan, bilasizlar. Oldin esa mana bu yerda turardi, galочка media fair bo'limi. Bu yerda esa o'sha o'tgan. Xo'p, account center bo'limi bossanglar, sizlar pastroqqa tushasizlar va bu yerda meta verified bo'limi bor. Ko'pchilikdan ekranga chiqib turgan bo'limi mana bu yerda, ya'ni boshqa joyda joylashgan, ko'pchilik tushunmay qoladi. Shu meta verified bo'limi mana shu yerdan bo'ladi agar mana bu yerda bo'lmasa. Xo'p, menda bu yerda pastda turibdi, meta verified bo'lim bosaman va mana bu yerda ko'rishingiz mumkin. Bu yerda so'rayapti, mana hamma narsalarni aytib o'tib ketyapti. Sozlamalarni kengaytirgan sozlamalar, palabatlar, to'da-suda. Keyin bu yerda so'rayapti starting at $0.49. Qaranglar, bunday summani sizlar faqat va faqat Visa karta orqali to'lov qila olasizlar. Visa kartangiz qanaqa bo'lishi kerak? Visa xuma o'tmaydi, shuni aytib o'tib ketaman. Visa Uzcard o'tmaydi, shuni aytib o'tib ketaman. Visa, Mastercard, Union Pay yoki Rossiyada Sberbank bo'lsa, Sberbank ham o'tadi. Chunki ular orqasida 3 talik CVV kodi bo'ladi. Xo'p, bu yerda imtiyozlarni olishni bosamiz. Endi bu yerda o'qib chiqish shart emas. Mana bu yerda ko'ryapsiz, oylik to'lovimiz $7.99 edi. $0.49. Endi bitta narsa, bu qachongacha davom etishini bilmayman men. Masalan uchun balkim 3-4 kunda tugashi mumkin, balki 1 oydan keyin tugashi mumkin. Mana bu, ya'ni aksiya bo'lmadi. Bu hozir aksiya ketayotgan bo'limi. Balki qachon tugashi, balki 1 yil bo'lar, men bilmadim to'g'risi. Masalan uchun videoni keyin masalan uchun o'tgan yilda kelajakdan ko'rayotganlar bo'lsa, aytib o'tib ketyapman oldinda, agar shunaqa o'zgarish bo'lgan bo'lsa, bilmadim. Chunki men o'sha paytda men shu narsaga mana shu video chiqaryapman, mana shu narxga shuning uchun anaqa to'da kommentlar bo'lmasligi uchun aytib o'tdim. Hozirda shunaqa $0.49, hozirda 7000 yo'q, 6000 qanchadir bo'ladi. Bu yerda hozir ko'rsatib o'tib ketaman. Bu yerda davom etishda bosamiz. O'zini par komissiyasi bor, olish komissiyasigacha yozib o'tib ketgan. Mana $0.49 bo'lsa 1 oylik uchun. Bu yerda hozir bossak 0.105 sent pul oladi. Общий 0.49 ga 0.05 sent qancha bo'ladi? 0.54 sent bo'ladi. Hisobingizga, Visa kartangizga kamida shu 0.6 sent to'ldirib qo'yinglar. $0.6. Ya'ni где-то bo'lsa bu 8000 so'mga yaqin summa bo'ladi. O'sha summa bo'lsa, ya'ni par komissiyasi deganda narsalari bor bu yerda. Xo'p, menda mana Visa kartam bor, ulab qo'yganman. Sizlar ham Visa karta bo'lishi kerak. Agar sizlarda Uzcard yoki Humo kartalar bo'lsa, kilingizda ulangan bo'lsa, sizlar bemalol Visa karta ochsanglar bo'ladi. Ekraningizda ko'rinib turgan mana shu videoimni ko'rsanglar, juda ham oson yaqinda chiqarganman. Uzun bankda bemalol karta ochib, to'lovni amalga oshirsangiz bo'ladi. Mana shu yerda to'lovni Uzcard karta onlayn ochirib, bemalol qiyin joyi yo'q, tezda ko'rsatib o'tib ketganman. O'sha videodan ko'rib olsanglar bo'ladi. Yoki Visa kartangiz bo'lsa, Visa kartangizni ana Google Play orqali ulab qo'yasiz. Google Play ishlari ham juda ko'p, lekin ulashda, Google'ning to'lovida identifikatsiya, shahar, gorod yutib olsanglar chiqadi. Bolalar mendan tashqari bolalar chiqargan. Google to'lovda amalga oshirish yoki Google'da to'lovni ro'yxatga o'tkazish. Xo'p, mayli, ko'p videoni cho'zdirmasdan hozir bu yerda endi men to'lov qilaman va undan oldin esa videoni pauza qilib Visa kartamni hisobini to'ldirib olaman. Xo'p, ana do'stlar, hisobimni to'ldirib oldim. Visa kartamni где-то $1 ga to'ldirib qo'ydim. Hachabi, ya'ni biror narsa bo'lmasligi uchun, problemalar bo'lmasligi uchun. Xo'p, bundan aytib o'tib ketaman. Bundan keyin hozir to'lov qilganimizdan keyin ozgina ma'lumotlar, pasport ma'lumotini so'rash mumkin. Ozgina o'sha yerga ham tushuntirish berib yuboraman, lekin to'g'risi o'zim ham bu yerda birinchi marta olishim, galочкani qiziqib olyapman. O'zimcha qiziqmayman o'zi galочка narsalarga. Xo'p, mana bu yerda ko'ramiz hozir 1 daqiqa. Mana solig'i bilan $0.5. Obuna bo'lishni bosamiz. Xo'p, ushbu zaxira to'lov usuli kiritilsinmi? Xo'p, 0 foyda qolish uchun bir yopish.
Xo'p, error nakr bu yerda bir narsa deyapti. Menimcha to'londa adashmasam, switches to dedi adashmasam. Ha. Biroz kutamiz. Xo'p, endi qaytamiz. Center account. Xo'p, bu yerda adashmasam to'lovimiz amalga oshirildi. Imtiyozlar olish. Ha, do'stlar, to'lovimiz amalga oshirildi. Endi bu yerda so'rayapti, mana add rescue security, ya'ni akkaunt ma'lumotlarini tasdiqlash kerak deyapti. Bu yerda mana galchkani bosib, keyingisini bosamiz. Endi bu yerda iloji bo'lsa 18 yoshdan katta bo'lishingiz kerak. Bu yerda so'rayapti. Mana hop, it's look profile my be hard verify roman updating короче your ID, match ID. Edit nam endi bosamiz. Ya'ni siz bu yerda bitta narsa minus tarafi 18 yoshdan katta bo'lishingiz kerak. Agar siz 18 yoshda kichkina bo'lsangiz, siz bu yerda galchkani ola olmaysiz. Ola olasiz. Ayezni, dadangizni, akangizni nomi pasporti bilan ola olasiz. Ya'ni buyingizdagi nikingiz, dadangiz yoki akangizni pasportida nomi bilan turadi. Kimni pasportida olsangiz, misol uchun-da. Men misol uchun aytib o'tib ketyapman. Shu sababli iloji bo'lsa 18 yoshdan katta bo'lishingiz kerak. Bu yerda mana ko'rish yozib qo'ygan. Profilingizni tasdiqlash imtiyozi oshirish uchun undagi ismingiz quyidagi talablarga mos ekanini ishonch hosil qiling. Kamida ism, familiya. Misol uchun Nargiza Qodirova Nodir emas. Tushunyapsizlar? Full spell Nargiza Qodirova not Nargiza Q. Ya'ni o'sha g'alovatlarni qayerdan topdim bu narsalar. Faqat sizning ismingiz, familiyangiz Nadirova Qodirova Azamat do'koni emas. Tutasizlar uchun tushuntirib qo'yibdi. Va edit nameni bosamiz pastda, mayli. Xo'p, bu yerda first and last in name turibdi. Ya'ni pasportdagi ID kartangizdagi 18 yoshdan katta bo'lishingiz kerak. Ismingiz, familiyangiz. Familiya ismingiz yoki. Ana men misol uchun pasportdagida yozaman. Hamrayev Abbos. Mana endi hozir ekran ko'rinyapti deb o'ylayman, iloji boricha, chunki qora bo'lib qolmagan bo'lsa bo'ldi. Update profile name ni bosamiz. Profil ismini tasdiqlashni bosamiz. Xo'p, muvofiq namunalar deyapti. Misol uchun meta verified. Bu yerda hozir biz endi bitta bitta rasmga tushamiz. Rasmni tasdiqlash deyapti. Rasm tasdiqlash bosamiz. Xo'p, nima deyapti bu yerda? Siz o'zgartirgan profilni darhol boshqalarga ko'rinadi. Ha, albatta. Xo'p. Bu yerda so'rayapti, shaxsingizni tasdiqlashimizga yordam bering deyapti. Siz yuboradigan ID hujjat, ism, surat va tug'ilgan sanangiz o'z ichiga olishi lozim. Bu hujjat profilingizga chiqarilmaydi, profilingizda chiqarilmaydi. ID hujjat xavfsizlik tranzaksiya shaxsingizni tasdiqlagandan keyin 30 kun ichida o'chirib tashlanadi. Ya'ni xavfsizlik tasdiqlagandan keyin tasdiqlash to'da ishlar ekan. Bu yerda sizlar mana bu yerda pasport bo'limini tanlaysizlar. Xo'p, pasport bo'limini tanlay. Yo'q, milliy ID karta bo'lsa kerak, ya'ni bosib ko'rakchi. Ha, milliy ID karta bo'limini tanlaysizlar. Ya'ni xohlasanglar pasport, xohlasanglar ID karta. Kimda pasport bo'lsa, pasport bo'limini tashlaydi, ID karta bo'lsa, ID karta. Xo'p, mana bu yerda so'rayapti endi siz yuboradigan joydan foydalaning, ID hujjat, konservatsiya fondidan foydalaning. Tudasizlar. Qarang, tindiq holatda sizlar ID kartangiz oldin rasmga olib tashlashingiz kerak. Men videoni pauza qilaman, rasmga olib keyin davom etaman. Va mana do'stlar, rasmga olib tashladim pasportda, ya'ni o'zi so'raydi rasmda, faqat tindiq holatda bo'lsin, bo'lmasam отказ qiladi. Mana ko'rib tursiz. Keyin hammasi o'tganingizdan keyin mana shu rasm pasportni tashlaganingizdan keyin ожидание deyapti. Ya'ni 48 soat ichida akkauntingiz hal qilinadi deyapti. Bu yerda bitta narsasi ham bor, lekin akkauntingiz rasmi, ya'ni glavniydagi rasmingiz bo'lsa, o'sha pasport egasiga olinishi kerak. Yoki agar glavniyda rasmni o'zingiz bo'lsangiz yoki 18 yoshdan kichkina bo'lsangiz, misol uchun boshqa pasportga olmoqchisiz. Ya'ni shu glavniyizni o'sha pasport egasiga o'zgartirasiz. Afsuski shunday. Shunisi minus. Xo'p, nimalar o'zgaradi? Boshqa odam nomiga olsanglar, pasport egasi mana bu joyi o'zgaradi. Ya'ni mana shu ism o'zgarib turaveradi. Galchka olgandan keyin, misol uchun akangiz yoki ko'pchilik aytayapti, chunki bunaqa narsalarga ko'proq yoshlar qiziqadi. 16 yosh, 15 yoshli bolalar juda ham ko'p qiziqadi galchka olishga, chunki kuniga yozadi dashi, YouTube kommentimizga yozadi, Telegramdan murojaat qiladi, qanday olsa bo'ladi. Mana shu joy o'zgarib turadi, lekin mana shu joyga rozi bo'lsanglar, agar sizlar kimda nomiga olsanglar, pasport egasi mana shu joy ko'rinib turadi. Ya'ni bio nikin ismi. Buni faqat 14 kundan keyin o'zgartirsanglar bo'ladi, agar o'zgartirib bo'lsa. Men o'sha bunga zaявка tashab qo'ydim, 48 soatda ko'rib chiqamiz deyapti o'sha bular. Iloji bo'lsa ish qilib o'tsin. Mana shu narsaga axir deb qolishi mumkin, ya'ni katta harfda bo'lishi mumkin, kichkina harfdan bilmadim, balkim o'tib qoladi deb umiddaman. 48 soat dedi. 48 soatga cho'zilmaydi. Xudo o'zi videoni pauza qilamiz hozir.
oradan deyarli 1,5 soat vaqt o'tib, nihoyat akkauntimizni tasdiqladi, lekin bitta narsada отказ berdi. Ya'ni birinchi profilindagi rasm u вообще так montajlanadi. Ya'ni o'zim uncha rasm umuman tushmayman, o'zim rasmga qo'yib yurmayman bunaqa narsalarga. Faqat story olib yuraveraman. Lekin bir nima qilib rasm topdim o'zim rasmni. O'zim rasmda pasportdagidek rasmingiz bo'lishi kerak. Pasportdagidek rasmingiz bo'lmasa siz ola olmaysiz. Shu sababli mana hozir bir nima qilib rasm topib qo'yib, boshqa yerda zaifga tashladim. Boshqa zaifkani 20 minutda qilib berdi bu narsani. Boyagini esa 1,5 soatga 1 soatga cho'zilganda va отказ berib yuborgan ekan. O'sha profilda rasm pasportdagi to'g'ri kelmayapti deb. Uchun o'zgartirib qo'ydi. O'zim rasm qo'yib qo'ydi, pasportdagi rasm qilib. Va akkauntimizga esa mana bunaqa galchkani ham oldik do'stlar. Bugungi video shundan iborat edi. Video yoqqan bo'lsa videomizga maksimalni like bosing va kanalimizga yangi bo'lsangiz albatta obuna bosib qo'ying. Qancha ko'p obuna kelsa, biz shuncha ko'p video chiqaraveramiz. Videomiz ham foydali va sifatli, ya'ni hamma narsani isboti bilan ko'rsatib o'tib ketamiz. Shunchaki emas. Sizlarga yaqin vaqtda bosib o'tgan bo'ldi. Keyingi videolarcha ko'rishguncha xayr do'stlar.